Əxlaqның dairəsi və prinsipləri. Şəriət əhkamlarının türlərə bölünüşü. Şəriət əhkamları tövəndəkidək 3 türgə ayrıldı. 1. Xalis Allah Taala'nın haqqını öz içigə alğan əhkamlar. 2. Şəxsi hüquqlarını öz içigə alğan əhkamlar. 3. Kollektivə münasibətlik hüquqlarını öz içigə alğan əhkamlar. Allah Taala'nın haqqı Allah Taala'ga iman keltiriş, onun uluqluğu aldıda baş egiş, onunğa u razı bolduğan rəvişdə ibadət qilish, buyurğan və tosqanlarına riaya qilish bilan onunğa boysunuş qatarlıqlarını öz içigə aladı. Şəxsi hüquqlar kişinin igdarçılığı huquqi, təsərrüf qilish huquqi və nəfsinin igdarçılığını özüge hazır və keləcəkdə faydalıq bolğan şəkildə başquruş huquqi qatarlıqlarını öz içigə aladı. Umumğa münasibətlik hüquqlar başqalar bilan özara həmkarlaşış, yardımlaşış huquqi, kişilərni yaxşı işlərə çağırıb yaman işlərdən tosish huquqi, adolatni barpo qilish, salohiyatlik və adolatlik ish başqurğuchilarni saylash huquqi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Zakotni haqliq bo'lganlarga yetkazib berib ado qilishmi bu turga kiradi. Şəriət əhkamları və təklifləri 7 türgə bölündü. Birincisi, etiqad məsələləri olub, bu etiqad işlərdə insanın iradəsini sınaşni məqsəd qılıdı. İkincisi, ibadət məsələləri olub, bu itaat işida insanın iradəsini sınaşni məqsəd qılıdı. Üçüncüsü, muamele məsələləri olub, bu ilim birim muamelesi və hər qandaq pul muamelesi də insanın iradəsini sınaşni məqsəd qılıdı. Dördüncüsü, aile hayatı münasibətlik məsələlər olub, bu ictimai münasibətlərini rədki silish, insanın iradəsini bu sahədə sınaşni məqsəd qılıdı. Beşincisi, ictimai münasibət məsələsi olub, bu insan turmuşni rədki silish, aile hayatıda onun iradəsini sınaşni məqsəd qılıdı. Bu bölümgə öyleniş, ajrashish, aile hayatidagi halal haram qatorliqlar kirdi. Altıncısı, əhd-u peyman, kelishim və to'xtamlarga münasibətlik məsələlər bo'lib, bu insanlar arasida bo'lib turadigan muomala məsələlərdə insanın iradəsini sınaşni məqsəd qılıdı. Yettincisi, İslami ədəb və qayda yosullarga münasibətlik bo'lib, bu insanın əxlaqi tərəfdən iradəsini sınaşni məqsəd qılıdı. Şəriət əhkamlarının əxlaq bilan bolğan münasibəti. Yuqorqi şəriət əhkamlarının hammasini əxlaqdan ibarət birla mavzunun içiga kirgizishga bo'ladi. Çünki şəriət əhkamlarını orundashqa turtki bo'lgan narsa əxlaqdır. Birinci, etiqadның əxlaq bilan bolğan münasibəti. İslam etiqadi əməliyyatda ilmi həqiqətlər bo'lib, onun Allah Taala'nın birlik barlığına, sifətlərinə, peyğəmbərlərə, samavi Allah düşürgən kitaplarga, g'ayiblarga münasibətlik tərəfləri bardır. İlmi həqiqətlərə baş egish əxlaqi fəzilət bo'lib, bu ilmi həqiqətlərni qəbul qilishqa turtki bo'lgan narsa yanala əxlaqdır. Chunki haqiqatni e'tirof qilish go'zal axloq bo'lsa, ilmiy haqiqatlarni inkor qilish va uningdan yuz o'rish razil axloqdir. Uningga turtki bo'lgan narsami nafsi xohishining ta'siri ostida qilib, haqiqatni rad qilish va uni yomon ko'rishdir. Haqiqatni söyish va uni o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdimi qabul qilishdan iborat güzel axloq bilan zinnatlangan odamning bu güzel axloqi uni haqiqatga bosh egish va uni qabul qilish, haqiqatini e'tirof qilishga ilib bordi.
Ammo bu go'zal axloqdan mahrum bo'lib, o'zining nafsi xohishini axloq hukmron qilib olganlar haqiqatni qabul qilmaydi. Haq egisini e'tirof qilmaydi. Buningdan ma'lumki, dunyoda nurg'un kishilar orasida keng tarqalgan botil e'tiqodlar axloqiy bulg'unishlardan kelib chiqqan xurofotlar bo'lib, bulg'anmagan sap axloqning turtkisi bundaq botil e'tiqodlarni rad qiladi albatta. Ikkinchi, ibodatning axloq bilan bo'lgan munosabati. İslam şəriətidəki ibadat faqat Allah Taala'nın özügə qılındıgan, onun buyurğanlarını orundab, tosqanlardan yeniş bilan onunğa itaat qilishni taqazzo qiladigan, onun ata qilgan sansız ne'matlarga shukr qilib, onunğa bo'ysunishni, onunğa yaqinlik izlashni va uni chin dildan sevishni talab qiladigan ulug'vor itoatchanlikning ifodasidir. İtaat qilinishi zarur bo'lgan birga itoat qilish axloqiy burch bo'lib, uning turtkisi haqiqatni suyish, haq egasining haqqini ado qilishdan iborat go'zal axloqdir. Chunki itoat qilinishi zarur bo'lgan birovning itoat qilinishi uning tabiiy haqqidir. Haq egasining haqqini ado qilish va haqiqat o'zining irodasi xilof bo'lgan taqdirdami, uni qabul qilishdan iborat go'zal axloq bilan zinnatlangan odamning bu go'zal axloqi uni haq egasining haqqini ado qilishga elib bordi. Natijada Allohning haqqi bo'lgan qulchilik burchini ado qilishga turtki bo'ladi. Nimet bergüchiga shukr qilishmi go'zal axloq bo'lib, buningga turtki bo'lgan narsa yaxshilik qilganning mukofotini berish, nimet bergüchiga minnatdorlik bildirishdan iborat go'zal axloqdir. Alloh taolo nimet berganlik uchun uningga shukr ado qilish bilan minnatdorlik bildirishga eng haqliqdir. Güzel axloqli odam Alloh taolaning bu haqqini ado qilgandek, insonlar tarafidan ko'rgan yaxshiliklarni mukofotsiz qo'ymaydi. Bunda qilish vafodorlikning jumlasidan sanaladi. Alloh taolaga ibodat qilishdan va uning itoat qilishdan bosh tortquchilar haq egasining haqqini berishdan iborat katta bir go'zal axloqdan mahrum bo'lguchilar bo'lib, Qur'oni Karim bundaq kishilarning oxiratda qattiq azobga qoldiganligini e'lon qilgan. Masihmi Allohga yaqin farishtalarmi Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Uningga bandichilik qilishdan bosh tortib, kibrlanganlarning hammasini Alloh yaqinda o'z dargohiga to'playdi. Iymon etib, shu iymoniga uyg'un yashaganlarga kelsak, Allah ularning mukofotini to'liq beradi va ularga fazli karamidan texmi ko'p in'om qiladi. Ammo qulchilikdan bosh tortib, kibrlanganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday bir do'st va hech qanday bir madadkor topolmaydi. Sura Nisa 172-173-oyatlar. Şuna Allah Taala'nın pərəşdiləri ibadətdən baş tortmaydigan bəndələr deb sübətlengen. Rabbinin dərgahidikilər onun qulçuluq qilishdən baş tortmaydı. Onu mədihləb təsbih etidi və onunğa səcdə qılıdı. Sura A'raf 206-ayət. 3. Pul mal muameləsinin əxlaq bilan bo'lgan munosabati. Pul mal muamelesi durustluq va adolat ustiga qurilgan muomala bo'lib, durustluq bilan adolatni suyish go'zal axloq qatoridan sanaldi. Durustluq va adolatparvarlikdan iborat go'zal axloq bilan zinnatlangan odam pul mal muomalasi va qandoqli bir muomalada cho'qim islom prinsipi bilan ish ko'rdi. Din muomaladir degan so'zmi bu sababdan aytilgan bo'lsa kerak. Ammo durustluq va adolatparvarlikdan iborat bu go'zal axloqdan nisivisi bo'lmaganlar boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilish, haqsizlik qilib boshqalarga zulm qilish qatorliq yomonliklarni qiladi.
Chunki haqsizlik bilan zulm haqiqat o'zining nafs xohishiga zid kelgan vaqtida uni yomon ko'rish va uningdan yuz o'rishdan iborat axloqiy qing'irlikdan kelib chiqadigan narsa. 4. Oila hayotidagi ahkomlar bilan axloqning munosabati. Oila hayoti uchun belgilangan islomiy ahkomlar va qoida prinsiplar axloq bilan amalga oshadigan bo'lib, axloq bu munosabatlarning asosiy yo'lanchikidir. Masalan, oila nizomi, shaxslarning haq-huquqlari va ularning vazifalarini oldigan bo'lsak, oila a'zolari o'rtasida o'zaro hamkorlik, bir-birini tushunish va bir-biriga yo'l qo'yish, bir-birini kechirish, oiladagi mas'uliyatlarni har kim o'zining iqtidori va yaratilishdagi o'zgachilig'iga asosan adolat bilan bo'lishish, o'ylanish, ajrashish, oilaning ehtiyojlarini qamdash, mirosni haqqoniy taqsim qilish qatorliq ishlarning hammasi boshdan oxir go'zal axloq prinsiplariga amal qilish bilanla to'g'ri yo'linishga qarab yo'l oladigan ishlardir. Chunki davlatning qonun prinsiplari uy ichiga yaramaydi. Uy ichida faqat Allohdan qo'rqishdan iborat axloqiy va vijdoniy prinsiplarla ishga yaraydi. Yemek-ichmek va islom ko'rsatmalariga munosib holda kiyinish ishlarimi bu mavzuga qo'shiladi. 5. İjtimoiy munosabat bilan axloqning munosabati. İjtimoiy munosabatlar axloq bilan zich munosabatlik bo'lib, har bir shaxsning hayotdagi diniy va dunyolik vazifasini oila a'zolariga, qo'shnilariga, yurt jamoatiga va butun musulmonlarga qaratilgan burchini va vazifasini chin ko'ngildan qitirqinib ado qilish bo'lsa, shu kishidagi haqiqatni suyish, boshqalarga yo'l qo'yish, kechirish, umumning manfaati uchun o'z manfaatidan voz kechishdan iborat go'zal axloqning turtkisi bilan amalga oshadi. 6. Ahd paymon, kelishim tuzish ishlarining axloq bilan munosabati. Ahd paymon, kelishim va to'xtam ishlarini ilib berishdan maqsad insonlarning haq-huquqini qo'g'dash, haqsizlikka va zulmga yo'l qo'ymaslikdan iboratdir. Mundaq muomillarni birovning haqqiga tajovuz qilmasdan haqqoniy holda ilib berish faqat go'zal axloq doirasida ish ko'rish bilanla ondan amalga oshadi. Chunki go'zal axloq kishini o'z-o'zidan hisob elish, o'zi e'tiqod qilayotgan dinning prinsiplariga amal qilish, haqsizlikka qarshi turish qatorliq fazilatlarga ilib boradi. 7. İslomiy qoida usullarning axloq bilan munosabati. İslomiy qoida usullar insonning yurish turishi va ish faoliyatlarida, shundaqla boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarda ifodalanib turadigan bir xil durustlik, haqqoniylik va adolatparvarlikni gavda qilgan ruhiy go'zallikdir. Uningda boshqalarni hurmatlash, ularga yaxshi va to'g'ri muomala qilish, ularni bearam qiladigan va ularning g'ururini dafsanda qiladigan har qanday gap so'z va harakatlardan yiroq turish qatorliq esil fazilatlar mujassam bo'lgan bo'ldi. Bu qoida usullar faqat go'zal axloqdan nasiba olgan kishilardala o'z ifodasini topa oladi. Chunki bu ishlar davlatning qonuni bilan qo'rqitib qildirg'ili bo'lgan ishlar emas. Balki insonlarning ichki dunyosidan chiqqan va uning ish-harakatlarini o'z kontrolli ostiga oladigan axloqning kuchi bilan qildirg'ili bo'ladi.